Assalomu alaykum. Ushbu videoda arzon, foydali va to'g'ri qishda ham, yozda ham yaxshi ko'rib yeydigan taom tayyorlashni ko'rsatib o'taman tovuqlar uchun. Va ko'rib turganingizdek bu po'choqdan tayyorlanadi. Oddiy sabzavot po'choqlaridan. Har kuni uyda tushadigan po'choqlar, sabzi, kartoshka, karam, piyoz va hokazo. Birinchi navbatda po'choqlarni sartaroshga qilamiz, ya'ni pishirsa qaynatsa bo'ladigan yokida tovuqqa berilmaydigan. Va sartaroshga qildik. Ko'katlarni pishirmay bersa bo'ladi. Eski qozondan foydalanaman. Po'choqlarni yaxshilab yuvaman. 2 yokida 3 marta vaziyat sharoitga qarab. Qozonni yaxshilab qaynatamiz. 1 soat, 2 soat yaxshilab pishgunicha. Xuddi ovqat pishirgandek pishiriladi. Ko'kat, karam po'choqlarini sveji bersa ham bo'ladi. Tayyorlayotgan kashamiz pishgandan keyin maydalab to'g'rab, to'g'ri yuta oladigan qilib, oyoq ostida qilib tashlamaydigan qilib, keyin ovqatimizga aralashtirib yuboramiz. Albatta oldin yuvish tavsiya qilinadi. Tuz solsak bo'ladi, juda ham ko'p emas. Haftada 1-2 marta. Maydalangan yarimdori, bu ham foydali. Vaqti bilan ozgina murcham bersa bo'ladi. Yarimdori qaynatamiz. Qaynab bo'lgan po'chog'imizga bug'doy solsak bo'ladi yokida yemxonalarda sotiladigan guruch sechkasi yokida bug'doy sechkasi solib qo'shib qaynatamiz. Shunda pishirilayotgan ovqat kasha bo'ladi va kaloriyasi oshadi. Kechqurun pishgan ovqat ertalabgacha sovildi. Uni agar shunaqa blender bo'lsa, blenderda yokida boshqa anjom orqali yaxshilab ezib pyure qilsak bo'ladi. Sovuq bo'lsa qo'lda qilsak ham bo'ladi. Sovigandan keyin mana shunaqa kasha bo'ladi. Ustiga ko'katni, maydalangan tuxum po'choq qo'shamiz va tovuqlarga beramiz. Tovuqlar buni yaxshi ko'rib yeydi. Bu eng asosiysi, ayniqsa yozgi kunlarda. Tovuqlarga sabzavot foydali, sabzavot qimmat bo'lgani uchun po'choqdan foydalansak ham bo'ladi. Bu deyarli bepul, natijasi bo'lsa ko'rib turganingizdek yaxshi. Video foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Like va podpiska sizlardan.